Uzayr payg'ambar eshagi. Jajji musulmonlar uchun Qur'on hikoyalari. Uzayr taqvodor inson edi. Uning bir eshagi bor edi. Uzoq yaqin joylarga safar qilishda shu eshagidan foydalanar edi. Bir kuni u xaroba bo'lib qolgan, hech kim yashamaydigan, huvillagan bir shahar yonidan o'tayotgan edi. Uylar o'rnida faqat vayronalar qolgan edi. Endi bu o'lik shaharni Alloh qay tarzda tiriltirar ekani deb o'ylab qoldi Uzayr. Shu zahotiyoq Alloh uni ham, eshagini ham jonini oldi. Alloh taolo Uzayrni 100 yil o'tgach qayta tiriltirdi. U uyg'onganida minib kelgan eshagidan faqat qurigan suyaklar qolganini ko'rdi. Alloh taolo o'sha suyaklarni yana birlashtirdi. Ularga go'sht bitkazdi va eshakka yana jon berdi. Bir zumda eshak tirik va sog'lom holiga qaytdi. Alloh taolo qancha vaqt o'lik yotdim deb o'ylaysan deb so'radi. Uzayr hayajonda edi. Bir kun yo yarim kun bo'lsa kerak dedi. Alloh unga dedi: "Bilgin, sen aslida 100 yil jonsiz yotding." Uzayr hayron bo'lib qarasa, o'zi bilan olib kelgan taomi va ichimligi hech buzilmay, avvalgida yangi holida turardi. Bularni hammasini o'z ko'zi bilan ko'rgan Uzayr hayratda qoldi va dedi: "Men bilaman, Alloh eng buyuk zot va hamma narsaga qodir." Bu voqea oxiratga, o'limdan keyingi hayotga bo'lgan iymonni mustahkamlash uchun odamlarga Qur'onda hikoya qilindi.